Bismillah. Assalomu alaykum o'zbegim otlar YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Andijondan bo'ladi. Andijon viloyati, Andijon shahri Bo'taqaradan akalarimiz xohlasa. Bir qadrdon Baxtiyor akamdan shu ko'rib turgan otlarimiz bugun sotuvga chiqazamiz. Videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi akalarim. Otalarmanda yurgan do'st birodar, tanishlaringizga videomizni ulashib ko'ringlar. Unda bo'lsa, o'z videolarimizni boshlaymiz. Baxtiyor aka, assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Salomatlik yaxshimi? Rahmat, omonmisiz aka? Rahmat, hozir mikrofon beraman, taqolasiz aka. Xo'p, xudo xolasa mikrofon lo'nada Baxtiyor aka. Charchamayapsizmi aka? Ro'zalar bilan qiynalmayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr o'zinglar. Kutyapsizlarmi ro'zalar? Rahmat, Allohga shukr aka. Xo'p, xudo xolasa obunachilarimizga bugunga yakka bitta otimiz aka. Bitta ota bugunga. Bitta. Bo'laveradi. Unda buni ma'lumotini kilichkasidan boshlaylik Baxtiyor aka, har doimgidek. Uni kilichkasi bo'yka. Kilichka bo'yka. Bo'ykani yoshi nechida hozir shunda aka? Buni yoshi 5 aprelda 2-sidanmikin 5 ga to'ladi. Shu yerda tug'ilgan mesning. Ha, bu shu yerda tug'ilgan o'zi. Bu yerda tug'ilib o'sgan albatta. O'zimiz mahallada bir akamizniki. Aha. Bizga o'tib qolgan, kuzda o'tganmidi. Demak, xudo xolasa bu shu yerda mesni ota. Ha. Shu Bo'taqarani o'zida shu yerda tug'ilganda bu. Shu yerda tug'ilib, shu yerda o'sgan ot. Buni otasi taniganlar ko'pchilik biladi. Bandit desa biladi. Bandit. Ha. Banditni taniganlar bo'lsa akalar, hop. Shuni banditni bolasi bu. Banditni bolasi bo'yka. Bo'yka xudo xolasa. Bo'yka xudo xolasa. Xo'p, bo'ykani bo'yi necha chiqib qoladi endi? Bo'yi 60 bo'lsa kerak, 60 chiqsa kerak. Tushunmadik. Ha, 60 ga olishaversin. Formalari ham hamma yo'g'i mash ekani, ko'rsatmas. Xo'p, Baxtiyor aka, endi buni zoti qanday aka? Buni zoti ekani. Buni zoti Qorabayir. Qorabayir. Qorabayirga olishaveradi aka. Ha. Bo'laveradi. Men bitta yaqindan qo'shqoqlarni tortib qo'yay aka. Tuyoqlarda 4 tuyoqlar sog'lom-a? 4 ta tuyoq sog'lom. Taqalar bor. 4 ta taqasi bor. Yangi taqalar. Taqaga yaxshimi Baxtiyor aka? Ha, taqa orqaga jicha nima qiladi? Endi aybini aytib qo'yish kerak ozgina. Lekin unaqa tepib, potirab, unaqa qilmaydi. Qilmaydi. Ozgina qiyinchiligi bor. Ha, ozgina oz-moz. Endi ko'p taqalanmaganda o'rganib ketadi. Aha, bo'laveradi. Minilmay turganda u bizga o'tguncha pashti minilmagan bu ot. Ha. Demak, sizga o'tgandan keyin minilishlar boshlandi rostmi? Ha, rostmoni minilishni boshladi. Baxtiyor aka, unda endi buni uloqlari qanday aka? Buni ulog'ini ko'p solmadik. Mana 1-2 marta oralatirdi, ammo takaning ustiga boradi. Taka tesa qochishi o'ta qattiq qochadi. Otasi ham shunaqa edi. Taka tesa ot yetkazmaydi, tashamaguncha to'xtamaydi. Ha, bu ham shunday. Bu ham shunaqa. Demak, galaya borishlari yaxshi. Ha, zardasi o'ta qattiq. Shu tomonga bitta yurgizib qo'ying, chatqa bilan bitta ko'rsatib qo'ydi Baxtiyor aka. Xo'p akalar, videomiz boshida bitta yengil yugurtirib ham ko'rdi. Xudo xolasa hozir Baxtiyor akamni yana bir galda yugurtirib ko'ramiz akalar. Baxtiyor aka, qaytaraverasizmi? Bitta yengil qo'yib yuboramiz aka shu tomondan. Bo'laradi, qo'yib qo'ying. O'zingizga udobliroq tomondan aka bitta yengil choptirib bersangiz zo'r bo'lardi. Hech. Mashallah. Akalar, tez aka, haqiqatan tez. Mahkam polvon bo'lib, o'rnash olib, minsa akalar xudo xolasa. Bir polvonni, bir insonni xursand qiladi inshaalloh. Ko'z tegmasin. Hozir Baxtiyor akam keladi. Kelsa akalar xudo xolasa narx-navolarni chiroyli qilib so'rab beraman. Baxtiyor aka, endi bo'ykani narxini elga necha pul qo'yamiz aka obunachilarimizga? Elga $3300 deymiz, kami bo'ladi. $300 kami bo'ladi, xudo xolasa. Kami bo'ladi. Kelishtirib berasiz. Ha, xudo xolasa kelishib. Rollari yaxshi Baxtiyor aka? Rollari o'ngga chapga. Bitta ko'rsatib o'taylik, o'rnisini ham aka. Hech bo'lmadi. Bu tomonga bitta qaytarib qo'ying aka. Ko'z tegmas aka. Baxtiyor aka, xudo xolasa o'ngga ham chapga ham birdek ekan-a? O'ngga chapga birdek zo'r aylanadi. Qochishi ham qattiq xudo xolasa. Shunday, o'zi ot bilinib turibdi, yugurishlari ham tez ekan. Tez. Xo'p, Baxtiyor aka, bo'ykani yedi ishti sog'lomlari hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q zo'r xudo xolasa. Uyaltirmaydi, xudo xolasa. Inshaalloh galaga borishlari hamma yo'q yaxshi. Ha, endi haliga hozir Ramazon nimalar to'xtab qoldi ular. Agar bo'lsa, savolaradi. Savolaradi. Xo'p, uloq maydon ham yaqin. Ular maydon yaqin. Tembo'la hozir bo'lyapti-yu. Bugun ulgurmaymiz-da. Bugun shunday aka. Ozgina ishlar bor. Xudo xolasa kelib, agar qiziqsa, agar uloq bo'lib qolsa, savolaradi aka. Xudo xolasa ot uyaltirmaydi. Inshaalloh uyaltirmaydiganlar. Bo'laveradi. Xo'p, kanalimiz kuzatuvchilar, bugungi chiqarish Andijon viloyatidan bo'lyapti.
Andijon shaharga kiradi bu yer. Andijon tuman Bo'taqara. Andijon tuman Bo'taqara. Ha. Adashmadimmi? Bo'laveradi. Xo'p, kanalimiz kuzatuvchilar, bugungi videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.